Bu pullarni hozir to'lashim shartmi? Nima qilaman o'zi shoshilib. Kelasi yil to'lasam, dollar kursi ko'tarilar, quyosh panel narxi tushib ketar balkim. Kelasi yilga keyin afsuslanmaysizmi? Nimaga afsuslanar ekanman? Hozir o'rnatsangiz 20% xarajatlaringizni davlat tekinga qoplab beradi. Kelasi yili bunday imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Ikkinchidan, mahallangiz transformatorida limit bor. Bir necha mahalladoshlaringiz quyosh paneli o'rnatgan bo'lsa, o'sha transformatordan sizga limit yetmasligi va ulanishga ruxsat berilmasligi mumkin. Uchinchidan, Xitoyda 1-apreldan rasman panellar narxi 9% ga oshgan. Lekin bizda zaxiralar va ba'zi sabablar tufayli narxlar hali oshirilmadi. Lekin katta ehtimol bilan yaqin orada narxlar kamida 5% ga oshishi kutilmoqda. To'rtinchidan, Bo'ldi aka, yetadi. Hammasini tushundim. Vaqt o'tkazmasdan shartnoma qilaylik. Hozir o'rnatmoqchiman. xo'p bo'ladi. Siz ham kechikmang, hoziroq biz bilan bog'laning.